yillar davomida to'plangan bilim, amaliy tajriba, ilg'or tibbiy texnologiyalar va xalqaro darajadagi mutaxassislarni o'z atrofida birlashtira olgan Akfa Medline hamda universitetimiz tibbiy ekotizimi bugun sog'liqni saqlash sohasida mutlaqo yangi yondashuvni taklif qilmoqda. Akfa Group tomonidan ijtimoiy mas'uliyat doirasida ishlab chiqilgan yangi tashabbus Akfa Medline Social Ambulator tibbiy markazi tibbiy xizmatlarga universal va bepul kirish imkoniyatini ta'minlash orqali mintaqadagi sog'liqni saqlash tizimida katta burilish yasashni maqsad qilgan. Loyihaning mohiyati ijtimoiy yondashuv asosida eng zamonaviy tibbiy infratuzilma va eng yaxshi inson resurslari bilan jamiyatga xizmat qilish. Akfa Medline Social bu oddiy ambulatoriya emas, balki har bir inson yoshidan, jinsidan, daromadidan yoki ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar sifatli, zamonaviy va ishonchli tibbiy xizmat olish huquqiga ega bo'lishi kerak degan tamoyil asosida qurilayotgan markazdir. Har bir detal puxta o'ylangan. Akfa Medline Social poytaxtning markaziy hududlaridan biri Alfraganus savdo markazi hududida joylashadi va kuniga 3000 nafardan ortiq bemorni qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yiliga esa 500 ming nafardan ziyod fuqaro bepul va zamonaviy tibbiy ko'rikdan o'tish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Joylashuvning tanlanishi ham strategik qaror asosida belgilangan. Zamonaviy transport infratuzilmasi, qulay yer usti va yer osti avtoturargohlari, dam olish hududlari, food court, bolalar maydonchasi va boshqa xizmatlar markazning har bir mehmoniga maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Markazning bosh lobbisi yorug', keng va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan maydon bo'lib, tashrif buyuruvchilar uchun qulay kutish, ro'yxatdan o'tish va maslahat olish muhitini yaratadi. Har bir detal bemor tajribasini yaxshilash, kutish vaqtini qisqartirish va xizmat ko'rsatish tezligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Markazda 36 dan ortiq ambulator yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Har bir yo'nalishda faoliyat yurituvchi shifokorlar kamida 10 yillik klinik tajribaga ega bo'lib, ularning ko'pchiligi xalqaro standartlar asosida ta'lim olgan va ishlagan mutaxassislardir. Markaz diagnostika va davolash bo'yicha eng zamonaviy yondashuvlarni taqdim etadi. Diagnostika bo'limi quyidagilar bilan jihozlanadi. 10 ta kompyuter tomografiyasi, MSKT, 10 ta magnit rezonans tomografiyasi, MRT, 30 ta ultratovush UZI apparati, 5 tadan endoskopik, elektroensefalografik EEG va elektromiografik ENMG uskunalar, 10 ta funksional diagnostika apparati, rentgen mammografiya, deksitometriya uskunalari, avtomatlashtirilgan qon topshirish stansiyalari. Bundan tashqari, markaz tarkibida xalqaro standartlarga asoslangan yuqori aniqlikdagi zamonaviy laboratoriya faoliyat yuritadi. Bu laboratoriya har kuni minglab tahlillarni aniq va tezkor tarzda amalga oshirish imkonini beradi. Bu yerda yuqori darajali tashxis kengashi tashkil etilgan bo'lib, unda Germaniya, Niderlandiya, Hindiston, Amerika va Koreyadan kelgan mutaxassislar doimiy ravishda ish olib boradi va og'ir kasalliklarni aniqlashda o'z hissasini qo'shadi. Mutlaq ijtimoiy yondashuv, barcha xizmatlar bepul. Markazning asosiy tamoyili tibbiy xizmatlarni mutlaqo bepul taqdim etishdir. Ya'ni har bir fuqaro yoshi, daromadi, ijtimoiy mavqeidan qat'iy nazar ushbu markazda yuqori sifatli tibbiy ko'rikdan o'tish va konsultatsiya olish huquqiga ega bo'ladi. Bu yondashuv sog'liqni saqlash sohasida nafaqat iqtisodiy to'siqlarni yo'q qiladi, balki tibbiy madaniyatni oshirish, kasalliklarni erta aniqlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish kabi ko'plab ijtimoiy vazifalarni bajaradi. Akfa Medline Social markazida 200 dan ortiq shifokor, 200 dan ortiq hamshira va tibbiy assistentlar faoliyat olib boradi. Har bir bemorga individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish markazning asosiy qadriyatlaridan biridir. Akfa Medline Social bu nafaqat zamonaviy tibbiyot markazi, balki sog'liqni saqlashda ijtimoiy tenglikni ta'minlovchi, jamiyatning eng dolzarb ehtiyojlariga yechim taklif qiluvchi ilg'or loyiha hisoblanadi. Bu tashabbus mintaqamizda sog'liqni saqlashning yangi davrini boshlab beradi va Akfa Groupning jamiyatga xizmat qilish borasidagi yuksak ijtimoiy mas'uliyatini yaqqol aks ettiradi. Tasavvur qiling, 1,5 million nafargacha fuqaro har yili bepul, zamonaviy va ishonchli tibbiy xizmatlardan foydalanadi. Bu esa yangi sog'lom avlodning poydevorini
bugun yaratishdir.